Gülnar Nur. Ey mektubum senin yaşın, senin yaşın azar olsun. Gülnar Nur, Yengsar Naysi. Qatnashib, birinchi darajalik va ikkinchi darajalik mukofotga erishdi. 2021 yılı 1 ayının 1 günü Angliya Sanat Birleşmesi ve Asiya Yaş Muzikantlar Cemiyeti ötküzügen Angliya Xan Cemiyeti 10. növbetlik xalqaro sanat musobaqasining yoshlar kasbiy guruhining Jungo rayonidagi hal qiluvchi musobaqasida oltin medalga erishgan. 2021 yılı 6 ayının 5 günü Asiya Xalqaro Sanat Musobaqasi Tashkiliy komiteti ve Asiya Yaş Muzikantlar Cemiyeti ötküzgen Asiya Xalqaro Sanat Musobaqasi 8. növbetlik naqshi musobaqasining kasbiy guruhi qatnashib, 1. darajalik mukofotga erishgan. 2022 yılı 1 ayda Angliya Sanat Birleşmesi ve Asiya Yaş Muzikantlar Cemiyeti ötküzgen Angliya Xan Cemiyeti Xalqaro Sanat Musobaqasining Jungo rayonidagi hal qiluvchi musobaqasiga qatnashib, yoshlar kasbiy guruhining oltin medalga erishgan. Gülnar yuqorqi natijalar bilan cheklanib qolmay, yana ustozlardan uzluksiz o'rganishni to'xtatib qo'ygani yo'q. Onun arzusi muqam va xalq naqshlarini loyiq yetkazib o'rinlab, xalqqa sunib ustozlarning izini besish. Jungo Uyg'ur 12 muqamga haqiqiy turda varislik qilish. Biz bu talantli muzikant va muqam varisining bundan keyingi san'at hayotiga texmo zo'r utuq va natijalarni tilaymiz.